Bizning umumiy pedagogika kafedramiz har bir qadam yangi imkoniyat strategiyasi asosida o'z tamoyilini belgilab olgan. Dastlabki qadamimiz ilm. Talaba shu paytgacha egallagan bilimlarini ilmga aylantirishi natijasida ikkinchi bosqichimizga chiqadi, ya'ni muvaffaqiyatga. Men hozir zamonaviy muallimga tan kasbiy qobiliyatlar haqida ayta ketsam, so'ning biri didaktikalik qobiliyat. Didaktikalik qobiliyat muallimning o'quv materialini o'quvchining xos erishimlarini qabuldaw dengayine qaray tushunlikda juyili turda yetkaza bilish kerakligi. Akademik qobiliyat bu odamning ilmiy zertov, teoriyalik taldaw, ilmiy o'ylov madaniyatiga qattiq qobiliyatlar jiyintig'i. Didaktik qobiliyat muallimning o'quvchilarмен, ota-onalarмен, әріптестермен және қоғаммен тиімді қарым-қатынас құру қабілеті болып табылады. Интеллект – это способность к приобретению знания. Интеллект нам помогает отвечать за свои действия, размышлять, правильно анализировать, эмоционально понимать других и сдерживать свои эмоции, креативно придумывать что-нибудь, не как у всех. Особенно это нам нужно в педагогике. Creation is a process where thought gives birth to an idea, inspiration, and energy. Quyidagi sanab o'tilgan bosqichlarning hammasini o'zlashtirgan talaba ularni amaliyotida qo'llay olsa, o'z mutaxassisligi bo'yicha taraqqiyotga erishadi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bu talabaning ilmdan to taraqqiyotgacha bo'lgan yo'l xaritasidir.